sarafani radio bo'lib tarqalyapti. Menga ijtimoiy tarmoqdan kelgan klientdan ko'ra sarafani radio bo'lib kelgani ma'qul. Chunki meni ishimni ko'radi, uvereniy bo'ladi, ha deydi, yaxshi yurayotgan ekan deydi. Agar o'zini ishini zo'ri bo'lsa, uni rivojlantirib olib chiqish oson. Lekin agar o'zini ishini zo'ri bo'lmasa, hech qanaqasiga olib chiqa olmaysiz. O'shaning uchun har doim sifat katta rol o'ynaydi. Auditoriyasini o'rganishingiz kerak, uning ichida kimlar bor, bachkana kontentga chiqib ketyapti. Odamga yoqmaydi, o'tkazib yuborasizlar. Odamlarga ma'qul kelgan reelslarni o'zidan ham to'pga chiqib turib, odam yig'ib olsanglar bo'ladi. Har taraflama javob bersanglar, sizlar yaxshi baho qo'ya olasizlar. Qachonki sizlarni omma tanisa. Masalan, qimmat qachon sota olasizlar? Qachonki sizlar lichniy brendinglarni zo'r chiqarsanglar, ishonarli chiqarsanglar, odamlar sizlarga ishonsa, shunda sizlar mazza qilib, qancha narx qo'ysanglar ham sota olasizlar. Bu mahsulotingiz, o'zingiz sotayotgan narsa, dizaynerlik o'sha haqida o'zi ma'lumot berganmisiz? Nimalar qo'ygansiz? Mana ko'rdinglar, muammo shu yerda-da. Qancha sizlar обязательно ish boshlayotganda sizlar o'zingizlar biznesinglar haqida to'liq ma'lumotni beringlar. Ma'lumotni bilmasa odam qatdan sizlarning mahsulotingiz to'g'risida biladi. Misol uchun, magazinga kirdingiz, bitta magazinda $150 kiyim turibdi. Ikkinchi magazinda xuddi shu kiyim $100 turibdi. Men kiryapman, $150 kiryapman-da, endi $150 sotayotgan odam $150 maslahatni berib tashladi. Yuzsiz hech narsa qilmaydi, yirtilmaydi, rang chiqmaydi, balon qilmaydi. Men o'zim sifatimga javob beraman. Endi shunaqa gapirdi. Sekin to'xtang, hozir bitta bir ikkita magazinni aylanib deyapman, chiqib ketdim. Xuddi shu qo'yni $100 ga o'sha yerda turibdi. Men so'rayapman, kassasi qanaqa desam bilmadim. Narxi necha pul? $100. Qattiqga Turkiyaniki. Bo'ldi, boshqa ma'lumot ola olmadim. Keyin men 150 ligiga keldim, so'rayapman. Nimaga o'tdi $100 da, nimaga sizda $150 desam, u aytayaptiki, mahsulotimga men javob beraman, men $100 liga javob bermayman deyapti. Ertaga yirtilsa, rangi o'chsa, menga olib keling, men mahsulotimni sotib olaman deyapti. Ovola olayman, sizni pulingizni qaytarib beraman deyapti. Qaysi biridan olasizlar? 150 dan olasizlar. Ana ko'rdingizmi? Ma'lumot, sizni o'sha biznesingiz haqidagi ma'lumot odamlarga rosa muhim. U biznes haqida ma'lumotni hamchi sizlar tekst turib emas, emotsiya bilan berilib gapiringlar. Sizlarning mahsulotinglarni albatta emotsiya sotadi. Tekst turib olib, "Men mahsulotim mana bunaqa desanglar, hech kim sizlardan sotib olmaydi." Qancha sizlar emotsiyaga berilib, emotsiyaga boy bo'lsanglar, shunchalik mahsulotinglarni sota olasizlar. O'shaning uchun mana hozir mijozlar bilan gaplashish deyaptilar. Mijozlar bilan gaplashib, birinchi o'rinda kulib turish, ikkinchi o'rinda muomala, uchinchi o'rinda emotsiya. Sizlar sifatingizga javob berishingiz. Inson unutuvchi. Sizni mahsulotingizni sotayotganda bugun biladi, ertaga biladi. Agar eslatmasangiz bo'ldi, boshqasiga o'tib ketadi. Chunki hozir raqobat juda ham kuchli. O'shaning uchun yuzinglarni olib chiqib turib, har doim mahsulotinglar haqida storieslarda aktiv bo'lib, kimligingizni, nima sotayotganingizni, mahsulotingizni chiqarayotganingiz, dastavkalar, otsivlar bilan, odamlar bilan bo'lishib turib, har doim borligingizni eslatib tursangiz, ana o'shanda sotuvinglar oshadi.